Show barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kubzo. Bugungi videoda Minecraftning ikkinchi qismini olamiz. Do'stlar, bizda texnik nosozliklar bo'lib qoldi. Men ikkinchi qismini olgandim, lekin YouTube'ga joylab bo'lmadi. Shuning uchun ikkinchi qismini qaytadan olyapman. Mayli, ikkinchi qismi chiqmadi videoga, chunki chiqara olmadim. Harakat qildim, chiqmadi. Ikkinchi etajni qurgan edik, hali tomi ham adashmasam yopilmagan. Daraxt muammo bo'lyapti do'stlar. Steak yo'q, bu kerak emas. Pishirib qo'yamiz. Torch chiqamiz, yorqinroq bo'ladi uyimiz. Biroz bo'lsa-da daraxt cho'baylik. Taxta bolta qoldi. Hali temirdan ham qilib. Shu joyda eslatib o'tishim kerak, obuna bo'lib qo'ying. Juda ham kerak bizga obuna. Tezroq 100 ta bo'lmoqchiman. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz o'tib ko'rishingiz mumkin, kanalda turibdi. Bu yetadimi yo'qmi bilmadim, hozir ko'ramiz. Menimcha yetadi. Hamma 6 ta yaxshi. 1 2 3 5 6 fay. Ne yaptı? Bitti bulacağım, yetmedi mi? Bu oldu. Tohumunu kuruş gereği. Ondan aldım, yatıp çıkış gereğini. Uy. Bizde hala çala. Bitmegen. Ketdik, oq iman chopib kelamiz. Imanmidi nimaydi? Hali menga farqi yo'q do'stlar. Jinnimanda bekor shu oq anolardan qildim, oq daraxtlardan. Endi qo'yib bo'lmaydi. Ko'proq uzoqda erinib ketdi odam. Olib kelaver. Qo'yaylik, ko'rib turamiz qancha bo'lganini. Tomni qilishga yetsa bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Jalkam bitta obuna. Qiziq videolar chiqaveradi. O'tgan safargi videoni aktiv menga yoqdi. Bu safar ham shunaqa aktiv qilib bersanglar, men ming xursand bo'laman. De 18. Yetadimi? Yana chopaymi? Mayli, yana biroz chopay. İşte. Yetib qolsa kerak. Oy. Endi yana muammo. Ziniq qo'yaman uydan. Biroz qilib olaylik. Tomni bitkizib olaylik. Albatta qilib qo'yaman zina. Bularni olib tashlashga to'g'ri keladi. Xato qo'yib yubordik. Xato qilmaslik kerak. Xatolar tuzalmaydi deb tursam yana xato qilaman. Obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna. Davay bolalar. Aktiv tushirmaymiz. Obuna bo'lib qo'yamiz.
Hop, 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 hop. Уже bir stek qoldi bizda, yetadi bemalol. Agar xato qilib yuboryapman. Hop, hop. Hop, hop, hop. Tushamiz. Yopamiz. Biroz qorong'u bo'lib qoldi hozir. Mana. Ay, qo'shib qo'ydik. Keyin buni optaylaymiz. Xalaqit beradi bizga. Biz kirib yashashimiz kerak. Keyin yerdan tushib turaylik vaqtincha. Qo'rqitmana lavani deb. Zina qanday bo'ladi? Cho'yam yuvdi zinaga. Mana yangi tosh bormi? Sandiqda 5 ta bor. 3 tasini olamiz va hozir yangi bolta yasaymiz. Jonga tegdi bu. Hop. Nega? Mana bo'ldi. Ikkita yetadi. Ko'p qo'yardik-da hamal. Hop. Negadir ko'p xato qilyapman-da. Endi ochish kerak. Ikkinchi etajga chiqadigan yo'l. Hop. Yana xatolar bizda. Endi optaylaymiz mana bu yerni olamizmi? Biroz xunuk ko'rinadi. Endi bildim. Qilamiz. Hop. Ikkalasi ham qish qo'ydim. Malades. Mana. Endi ikkinchi etajga bemalol chiqib ketaveramiz. Mana shunaqa. Buyurgan bersa qo'yib qo'yish kerak. Bu uyni ham bezatish kerak. Yugurmay qolibman. Tabaka qo'yib ketgandim. Pishibdimi? Pishibdi 5 ta. Yeb olamiz deb qo'y topamiz do'stlar, qo'y. Nega desalar, tepaga ham bitta yotoq kerak. Bitta yotoq bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Mana bitta qo'y topildi o'zi va ovqat. Ko'ryapsizlarmi? Yana bitta qo'y ko'rdimmi? Yo'q, qo'y yo'q. Negadir. Ko'p edi-ku qo'ylar. Nima bo'lyapti qo'ylarga? Mana o'ldirishimni bilib, qo'rqib qochib ketdimi? Yo'q, ana qo'y. Yo'l topdim bitta. Yana bitta kerak. Hop. Yana bitta kerak do'stlar. Obuna bo'lib qo'ying hoziroq. Yana bitta qo'y topgunimcha siz obuna bo'la olasizmi? Hozir shuni sizlar bilan teshib ko'ramiz. Menimcha ulgurdingiz, chunki qo'yni hali ham topolmayapman. Molni bo'lasiz. O'rimchak? Yo'q. Yaxshi. Xullas topolmadik. Mana buga qaytaylikchi. Topdik. Umid qilamanki, obuna bo'lishga ulgurdingiz. Bo'ldi, topdik.
Mana qo'y topdik-a, topmayman deb o'ylashni boshlagandim. Uyimiz qani? Ha, hele ana turibdi. Qo'rqib ketman, uyimiz yo'qmi deb. Mana bu yerni endi olib tashlasak ham bo'ladi. Hop. Hop, muammolar kerak emas. Yo'q, qish qo'yib yuborma, shular olib taylaylik. Xalaqit beradi. Bir ortiqcha narsalarni doim solib qo'yish kerak. Yo, bu kerak. Bular keraksiz. Hozircha keraksizlarni solib qo'yamiz. Kravt esa tepaga qo'yib. Mana shu yerda bo'ladi. Hozir uxlaymiz. Hop, ertasi kun balkon quramiz do'stlar, balkon. Cho'tki bitta balkon qurib qo'yamiz. Nima deydilar, ha? Hop. Ke. Hop. Yaxshi. Hop. Mana. Yana bir qatdan qilib chiqamiz, chunki endi reshetka qo'yishim kerak. Yo'q, 36 tamidi boshda, ha? Bitta 35 ta ketdimi, shunchaga. Уже qolmayapti do'stlar. Daraxt juda kerak, daraxt. Daraxt ko'p kerak bo'lyapti do'stlar. Daraxt chopaylik. Yana qornim och qolibdi. Steak pishirishga qo'ymabman, mayli. Videoni tugatish payti ham kelib qolibdi. Ancha ulgurmasak kerak, balkon qurishga videoni tugatish kerak chunki. Videolar unchalik ko'p bo'lmaydi. Bo'lsa bir 15 minutlar bo'ladi. 14-15 minut. Hop. 4 ta. Yaxshi. 6 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da yetmay qolar ekan. Hozir yana yasaymiz. 1, 2, yana 6 ta. Yana yetmay qoladi. 2, 3, 4, 5, 6. Yana yasaymiz. 2 ta. Buncha endi ortiqcha yasavardik-ku. Ko'p yasavarmiz. 3 ta ortib qoldi. Mana qo'ysa bo'ladi. Такой chiroyli ko'rinadi shoxdek. Endi yana bitta yasash ketmaydimi? Yetmaydimi? Yetarkan. Bu nima qiladi desanglar, qaranglar. Hozir. Hop, mana shu qo'shak. Ancha chiroyli bo'ladi, creeper yuribdi pastda. Ko'rdinglarmi? Yo'q, yana bitta creeper yozishmasam, yo'q bo'lmas ekan. Qilib qo'ysa, yo'q. Noto'g'ri. Mana g'oyat qo'ydik. Bitta eshik. Va videoni tugatamiz. Yo do'stlar, hammaga xayr. Videomiz shu yerda tugaydi. Video yoqmasa like bosib obuna bo'ling. Hammaga xayr.